Bismillah. Assalamu alaykum. Hürmetlik, aziz, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Men qarallik halda huzuringlarga chiqishni boshlab qoldim. Alloh saqlasin. Yana o'tganki qitimdagidek Uyg'urlarda natiq baxalligi vaziyati barliq kelamdi yo'q. Men shu chaqda bu bir suyuqlantirish degandim, xabaringlarda bor. 20 necha yillab chet elda yurgan büyük adamlarımız, alimlerimiz, bilim ahlillerimiz şu 20 necha yillik hayotida hech o'tirdi ko'rinmagan adamlar bir dil o'tirg'i chiqiblar. Bizga ta'lim berishni boshlab ketdi. Shu vaqtda bu normal emas. Bu bir turlik suyuqlantirish degandim. Yani bir kaminada buğdayning hammani to'shib, bir etizg'i düylab, bir xaman soladigan ish bu. Shaxsiylar har birisi birdan mo'mini tiklab, o'zining etizig'i birdan xaman soladi. Bu shunga o'xshash bu siyosiydagi bu ishlar. Agar bir yerda avtomatik holda yoki istixiylik holda bir markaz shakllansa, hamma odam u tarafga qarasa, uningga yuzlansa, uningga quloq solsa, bu dushman uchun intayin foydasiz bo'ladi. Shunlashqa bir qancha talpinma nuqtalari yoki bir qancha markaz paydo qilsa, bir yerga to'plangan 100 odam 20dan 30dan bo'lib bir qancha yerga bo'linib ketadi. Diqqatni taqitmoq. Men yana shundan ansirab turyapman. Mening yana o'tirdi qarallik holda video ishlab chiqarishim yana dushmanga yaramay qolsa, yana olimlar o'tirib chiqib ta'lim berishni boshlashim mumkin. Shundaqdimi buni qilib boqmani deb o'tirib chiqyapman. Men taqdim bag'dan so'zlab muqalladiga o'xshayman. Ba'zida o'zim zarur deb hisoblagan ba'zi temalarni so'zlamasam bo'lmaydi. Bunun bir nimaga foydasi bo'lmasligidan qat'iy nazar, bu bugungilarga foydasi bo'lmasa, kelgusidagilarga foydasi bo'lar degan niyat bilan shunday davom qilaman. Kema ko'rib turibsizlar, qachon televizorda ko'rayotgan bo'lsanglar huquqli bo'ladi. Telefonda ko'rganlarga huquqdek ko'rinmasligi mumkin. Uyg'urlarda nopuz sundirish erismanligi va uning psixik orqa ko'rinishi shundaqla oqibatlar. Nopuz sundirish erismanligi. Millatimizda mana shunday bir erismanlik bor. Men bu nopuz to'g'risida birinchi qatim to'xtalmayapman, qarindoshlar. Meni izchil ta'qib qilayotganlarning bundan xabari bor. Dastlab Eynek nomli kitobimda nopuz to'g'risida nomli bir maqola to'xtalgandim. Keyin ba'zi maqolalarda qisman va videolarda qisman to'xtaldi. Masalan, bir zaman qalag'ach uvusidagi maxfiy suhbat deydigan bir nima qafasdan chiqib, bir nopuz sundirish to'lqini ko'tarildi. Shu vaqtda men nopuz va da'voning munosabati degan bir maqola e'lon qilgan xabaringlarda bo'lsa kerak. Agar bu temaning zaruriyatini tushunmoqchi bo'lsak, nima uchun men bunday bir temani so'zlayapman? Buning zaruriyati nima? Bu kadar aldirashmabdi. Bu shunday kerakmi bizga navbatda?
Bunu tushunmoqchi bo'lsak, oldi bilan nopuzning nimaligini tushunishimiz kerak bo'ladi. Nopuz degan nima? Buningga nurg'un xil ta'bir berilishi mumkin. Dehqonchisiga bir og'iz so'z qiladigan bo'lsak, buni inovat, obro'y deyishimiz mumkin. Ammo bu bek tomtoq so'z. Qandaq inovat? Bir jamoat tarafidan e'tirof qilishgan, o'rtaq hurmatlanadigan, so'zi yirilmaydigan yoki so'zini yiritishga petinilmaydigan, yiqiladigan inovat. Nopuz cho'ng kichikligi jihatdan o'xshamagan turlarda bo'lishi mumkin. Masalan, bir yurt xalqi tarafidan suyulgan, e'tirof qilingan nopuz bo'lishi mumkin. Bir mahallada to'nilgan nopuz bo'lishi mumkin. Bir shaharda, bir rayonda, hatto butun bir millatda suyulgan va e'tirof qilingan nopuz bo'lishi mumkin. Agar tashkillanishni xomin etishga, tashkilotni bir xominga o'xshatsak, nopuz mushu xominning mo'misidir. Mo'mi bo'lmasa, xomin qatqil bo'lmagandek, nopuz bo'lmasa tashkillanish mumkin emas. Bu oxirgi jumla mening so'zim emas. Friedrich Engels nopuz to'g'risida nomli maqolasida keskin turda aytgan bir jumla. Nopuz bo'lmasa tashkillanish mumkin emas degan jumla Engelsga oid. Aşağılıqı biz biladigan Marx Engels deganning Engels. Shuning nopuz to'g'risida nomli maqolasida shunday degan. Nopuz bo'lmasa tashkillanish mumkin emas. İptidai millatlarda yoki qabila, urug'doshlik odatlar davomlashayotgan millatlarda qabila boshlig'i bir nopuz bo'lib, uning narisida bolalarga itoat qilindi. Qabila boshliqlari butun qabilani o'limga boshlasa-mu itoat bilan ergashadi. Ergashmaganlar itoatsizlikda ayblanib jazolandi. Shuning uchun qadimdan hozirgacha bir iddiani yeyish, ma'lum yeni tartibni umumlashtirish qatorliq ishlarda bo'lsin yoki bir istilochi millat yeni besib olingan zamonda xalqni itoat qildirishda bo'lsin, mana shunda urug'doshlik munosabatlarida xalq itoat qiladigan odamni gapga ko'ndirish orqali maqsadlariga yetadi. Buningda vaqt va odam kuchi tejiladi. Bir odam qoyil bo'lsa, butun urug', butun qabila bayat qilganga barobar bo'ladi. Shundaqla bundaq yerlik nopuz egallari tajovuzchilar uchun bir tahdid unsuri bo'lib rol o'ynashi cho'qim. O tashkillanishning bixi bo'lgan ekan, tashkillanishning xamiturchi bo'lgan ekan, ham tahdid bo'lishi mumkin. Chunki tajovuzchilarga qarshi harakatlarmi mana shu yerlik nopuzlarni cho'rdigan holda maydonga keladi. Shunga ko'p hollarda bundaq nopuzlar tajovuzchilar tarafidan kontrolda tutiladi. Ularning aynib ketmaslik uchun tajovuzchilar tarafidan qo'g'diladi, ular tarafidan e'tiborlanib, uning ma'shatlik turmushi kafolatga ega qilindi. Itoatsiz nopuzlar, tajovuzchilarga itoat qilmagan nopuzlar tubdan yo'qotiladi. Hatto ularning narisida bolalarini yo'qotiladi. Taraqqiy qilgan millatlarda urug'doshlikning boshqa turli bir formasi maydonga kelgan bo'lib, toki Birinchi dunyo urushining oxirigacha Yevropada kuchli oqsumaklik daraja tuzumi hukm suratdi. Oqsumaklik darajasi avloddan avlodga miros qilinadi. Birlari har qancha boy bo'lgan taqdirdami, bir nomrod oqsumakchilik hurmati nupuz bo'lmaydi. Britaniya oqsumaklarining 5 darajasi bo'lib, Gristov. Bu Ruschada Gristov deyiladi ekan, ammo nimada bu İngilizce'de Duk deyiladi. Ruslar Gristov deydi. Duk. Bu birinci dereceli oqsumak, ikkinchi dereceli markiz, üçüncü dereceli graf,
Bu İngilizce'de kont deyiladi. 4. derecesi Viscount. 5. derecede Baron. Bunu Avrupa'daki başka milletlermi o'xshamagan isim bilan bu aqsumeklik derece tizimini qabul qilgan, qo'llangan. Avrupa'daki başka devletlerde Kinez deyiligini bu Rusça'da kinez deyiladi. İngilizce'de bunu Şahzade, Prens yani Şahzade degan atalg'ular topdigan. Bu şu andaki devletning padişahının o'g'li emas. Lekin shuningga teng bir daraja bu. Bu şahzadelik. Bu derece adette yerlik padişah degidek bir derece bulup İngilizce'deki şahzade ma'nosida atılışı şu devletning şahzadesiga baravar keladigan derece. Degan ma'noda. Aslida aqsumeklik dereceleri qadimda şu cemiyetning otillari devletning beshiga eg'ir kun kelganda fidokorlik, qahramonlik ko'rsatgandan keyin şu zamonning podshosi tarafidan berilgan unvon. Aqsumeklarning jamiyatda bekmi hurmati bo'ladi. Ular odatdagi kishilardan farqli holda familiyasining beshiga aqsumeklik qo'shimchasi qo'shilib ataladi. Pulaklarda pan, nemislarda von, fransuzlarda D qo'shimchalari bilan farqlantiriladi. Fransuzlardagi de Gaulle degan 2. Dünya urushidagi fransuz qarshilik harakatining qo'mondoni general de Gaulle. Keyin urushdan keyingi Fransiya Cumhuriyetining tunji jumhur reisi bo'lgan de Gaulle'ning ismidagi D. Aslida bular mahallaviy nupuzlar bo'lib, tashkillanishning tayyor zamini rol o'ynagan. Har qanday ahvolda ular o'tirg'i chiqib, chaqiriq qilsalar, xalq ularning atrofiga uyushib, ularga ergishib mangadigan bir holat mavjud edi. 1944-yildagi Gitlerga suiqasd qilish guruhining beshidagi odamlardan biri bo'lgan Klaus von Stauffenberg von, shuning ismidagi von shu aqsumeklikni bildiradigan atalg'i. Aslida graf oilasidan kelib chiqqan. Koni aqsumeklardan biri bo'lg'achqa, shu qatimliq suiqasd voqeasida garchi u polkovnik bo'lsa-mu, suiqasdga dohil generallarni uning itoat qilgan. Bizdagi ahvollar tamoman boshqacha. O'zimizning tarixida shalliq izlari bo'lgan jamiyatlarning izdibisi qolmagan. Ammo tajovuzchilar tarafidan tiklangan, nom berilganlar bu. Xitoylar tarafidan vanliq unvoni berilib beqilgan ishlar. Her qaysi joylarda Xitoylar tarafidan samirtilgan g'olchilar. Hatto millatimizning dinga bo'lgan ziyoda sadoqati, bu sadoqatni qarig'i sadoqat deyish to'g'ri keladi. Bu sadoqatga qarata Xitoylar bizlarga gap anglatish uchun mollalarning og'zini qo'llanishni burunli kashf qilgan. Shu ularni keyingi chaqlarda siyosiy kengashga to'plab, az to'lidan maosh berib, masjidlarda vazifalantirib, siyosatlarini ularning og'zi orqali xalqqa qabul qildirish metodini qo'llanib kelgan. Aksicha, isyonkor liderlarning 70 pushtini qirib etgan. Biz ishongudek nupuz egiz qoldirilmagan. Shuning uchunmi bizda nupuzni tonish, birini o'rtaq e'tirof qilish kulturi tadrijiy yo'qolgan. Aksicha, beshimizga tikilgan yerliklarning hammasini munofiq bo'lg'achqa, o'zimizdan chiqqanlarga ishonmaslik psixikasi shakllangan. Balkim ba'zilar bunga qarata tushunmasdan yoki qasdan bundaq nupuzlarning nima keragi? Undaqlarga qulchilik ifodalagandan ko'ra hech kimga bo'y bermaydigan bo'lganimiz yaxshi emasmi deyishlar mumkin.
Üzümüzдің болмағачқа Xitayның en adetdeki mankıllarına itaat gösteriş adeti şekillengen. Nüfuzның ciddiyetini şunundan görüp alayımız. Tuncu qetim Xitaylarni vatanimizdan qo'g'lab chiqargan kuchar dehqonlar qo'zg'alandan keyin podsho bo'lishga layoqatli nomzod topolmagan. Chunki Xitaylar bu ishlarga sal qaramag'achqa nüfuzluq oilalarni ilgari sardor sarkarda bo'lganlarning urug' avlodini qirib tashlashga sal qaramagan. Inqilob g'alaba qilgandan keyin beshimizga tiklaydiganga odam topolmay Qo'qon xalqiga iltimos qilib ilgari O'rta Osiyoga qochib ketib panohlangan xo'ja avlodlaridan birini ismini unutdim. Nazar xo'jamidi? Nima xo'ja edi? Shuningdek xo'ja avlodlaridan birini podsho bo'lib berish uchun avatishni talab qilgan. Qo'qon xalqi xo'jaga muobizatchi qilib Yoqub begni ozgina askar bilan qo'shib ivatib bergan. Bundan başqa tarixda og'dirilgan podsholarning urug' avlodini qo'ymay qirib tashlash, hatto emchakdagi bolalarni tirik qo'ymaslikka alohida diqqat qilishlarining sababi mana shu. Nüfuz masalasi. Bununla ait Xitaylarning va chet elning nurg'un kinolari bor. Qandaqdir bir sabab bilan aman qolgan podshoning shu quchoqdagi bolalarini yoshig'in cho'ng qilib, keyin ashuni bosh qilib qaytadan qo'zg'olon qiladigan mavjud hokimiyatni og'dirib tashlaydigan ishlar. O'zimizning cho'nglaridan Xitoylarning odatdagi manqillari buyuk deydigan psixikani shakllantirishga Xitoylar sal qaramagan. Vatanimizda bu ahvol nihoyatda cho'ng. Uyg'urning gapi o'tmaydi deymizda, dadimizni Xitoyga anglitimiz, beradigan aqishni, foydani, manfaatni Xitoyga berib, u orqali ishqib turish umumlashgan. Buning boshlanishi bu. Zozuntan belgilagan siyosat bo'yicha yerliklarda nüfuz egillarini qo'ymay qirib tashlagandan tashqari, yenidan nüfuzliqlarning maydonga kelishiga yo'l qo'yilmaydigan siyosat yurgizilgan. İsa Yusuf Aliptekinning aslimasi Asr Sharq Turkiston uchun degan kitobda İsa'ning yozganlaridan shularni ko'ramizki, Uyg'urning Shangyusi bo'lsin, hokimi bo'lsin, qozisi bo'lsin, qat'iy nazar her qanday Xitoy bor sorunda o'ltirishga bo'lmaydi. Xitoy o'ltirdi, Uyg'urning cho'nglari o'ltirdi. Qo'l qo'yishtirib, boshini sangildi. Ta'zimda. Xitoy o'ltirib, Uyg'ur o'ltirib so'zlashildi. Xitoy ijozat bermasa, bu hol kun bo'yi davom qilishi mumkin. Bundan boshqa Xitoy amaldorlar, Xitoy chiriklarlar emas, hatto Xitoyning jazonixo'r dukkandorlariga hurmat ko'rsatish belgilangan. Xitoy jazonixo'rning dukkan oldidan yutayotgan ulag'liq Uyg'ur, mayli qanday buyuk Uyg'ur bo'lishidan qat'iy nazar, hokim bo'lamdi, Shangyu bo'lamdi, qozi quzat, alimaxonim bo'lamdi, qat'iy nazar ulag'dan tushib, dukkan tarafga qarab bir ta'zim beja keltirgandan keyin andin ulag'ni yetilab o'tadi. Ulag'ga minib o'tishga bo'lmaydi. O'tib bo'lib andin ulag'ga minish kerak. Piyodalarmi dukkan tarafga qarab bir ta'zim beja keltirishi shart bo'lgan. Bu toki 30-yillardagi inqilobga qadar davom qilgan. Bu inqilob natijasida taxtga chiqqan Shimshay Sovet ta'sirida asli bu o'zining Xitoylik tabiati bo'yicha bo'lgan bo'lsa qilmaydi. Sovet ta'sirida sovetcha siyosat yurgizishga majbur bo'lganlik uchun barobarlikni majburiy qabul qilgan. Bo'lmasa qul va xo'jayin degan bu farqli bir pallampi apashkara. Va buni Xitoylarning ruhi bugungichimi qabul qilgan emas. Bugungichimi. Bugun davom qilayotgan ish mana shu. Asha holatga qaytirish
Xitoyning xo'jayinligini oshkor qilish. Mana shunday siyosat va ijroatlarning uzoq davomi natijasida o'zimizninkilarning chimdashganda gipi o'tmaydigan amaliyotlarni sonsiz qitim boshdan kechirish jarayonida bizda bir xil kollektiv yoshirin olim shakllanganki, Uyg'urlardan boshliq bo'lmaydi. Uyg'urlarning hammasi o'xshash. Hammaylar qo'l. Baribir gipi o'tmaydi. Hammaylarga tushidigini bo'ysunish, itoat. Hech birining gipi o'tmaydi. Şuna her qanday başka milletning adımı, hatta o bir işlemçi mədikar, qarqusaq dehqon bo'lgan taqdirdimi, Uyg'urning olimiga qaraganda tezroq qabul qilinadi. Shunda qo'g'achqa amdilikda bir Uyg'urning bir dilla hamma odamdan ustun ko'rilishi yoki hamma Uyg'urlar degidek gipiga quloq soladigan bir nopuzga aylanishi barliq Uyg'urlarning ko'nglini g'ash qiladi. Böyle o'xshash tursak, bu qanday oldu? Qabul qilinmaydi. Aslida Uyg'urlarda nopuzning bo'lmasligi, urug'doshlik elimizning qachonlarda yemirilib ketish tufaylidan mahallaviy nopuzlarimizning bo'lmasligi, davlat qurib boqmaganga bek uzun bo'lib ketgachga umumiy bir milliy dahi yoki butun millat kollektiv tarafidan e'tirof berishgan nopuzning bo'lmasligi tashkillik qarshiliklarning bo'lmasligini keltirib chiqargan omildir. Hiç birimizin gipiga quloq solmaslik psixikasining shakllanishi bilan ikki Uyg'urni birlikka kelib, birer tashakkul hosil qila olmaslikdek chechilangan holat maydonga keldi. Boshqa millatlarda xon jamiyati 2000 yillar davom qilib, hatto xonlik yo'qolsa-mu bu jamiyat yanada shu millatda hurmatga sazovor bir nupuz bo'lishini davom qiladigan bo'lsa, Uyg'urlarda bunday jamiyat eni, birlarining isil jamiyati tüpeyldin hürmet qilish odatini tugab ketgan. En oxirgi tashkillik guruh sifatida xo'jalar jamiyatini ko'rsatish mumkin. Xo'jalardagi itoat, sadoqat ma'lum taraflardan qarasa nihoyat qimmatli bir an'ana bo'lib, mushkullarimizda bizga doğrudek lozim. Ammo buni biz his qilishdan yillar avval Xitoylar his qilgan bo'lg'achqa, yakanda xo'jalar jamiyati qattiq qamal ostida tutilmoqda. Ular 1000 kishi atrofida bo'lib, yeni a'zo qabul qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ichki va sirtidan qattiq nazorat qilindi. Bulardan boshqa biz biladigan xon jamiyati mavjud emas. Shundaqla o'tgan ajdodlar Xitoyga qarshi jihodlarda sardorlik qilgan qahramonlarning jamiyatimi bilinmaydi. Isa Yusuf Altekinning aslimasidan qaraganda, Xitoylar Zozongtangning istilasidan keyin xalqimizning qayta bosh ko'tarishining oldini olish uchun izdab so'rab, isilzodi jamiyatlarning urug' avlodini qirib o'tishdan boshqa Xitoyga qarshi sarkardilik roli o'ynagan qahramonlarning avlodlarini majburiy turda sho'tanda o'qitib, Xitoyparastlarga aylantirishga sal qaramagan. Undan boshqa Xitoylarning isil irq xo'jayin ekanligini qabul qildirish uchun eng odatdagi Xitoyga Uyg'urlarning cho'nglari, hokim bo'lsin, Shangyu bo'lsin, Qazi Qudzat bo'lsin, ta'zim qilishni yo'sin qaylandirgan. Bu hol taki 31-yildagi dehqonlar qizg'inchilik davom qilgan, Shanshisay Sovet ittifoqining ta'sirida bu yo'sinni davom qilmagan bo'lsa-mu, Xitoylarning milliy psixikasidan aytganda, bu ko'rinishdagi barobarlikni qabul qilishga roziligi yo'q. Xitoylar oshkora xo'jayinlik qiladigan ve bizning oshkori yo'sinda qulluqimizni qabul qiladigan shu Zozongtangning udumini asliga keltirishga moyillik kuchli Xitoylarning. Yana asholatga keltirmoqchi Uyg'urlarni. Yerim saran qilib kamplarda gap qila oladigan va gapni tushuna oladigan ishlab chiqarish hayvonlarga aylantirgandan keyin asholatni davom qilmoqchi. Aşı yerim asr davom qilgan Xitoylarga ta'zimda turish odatimi bizning psixikimizda nihoyat cho'nqur bir asoratni qoldirgan bo'lib, bu asorat natijasida Uyg'urlarda hammaylar ta'zim qilguchi, hammaylar qo'l deydigan bir tunish hukmron holatga kelgan. Qashqarda turishlik Angliya konsulxonasida ishlagan Young Husbandning Qashqar haqidagi aslimasidan qaragandimi, bu nuqtani ochiq ko'rib olg'ili bo'ladi. Young Husbandning yozishicha,
Sharqiy Turkistonliklar jahondagi ishlardan bexabar yoki beparvo holda o'zlarining bekinma hayotini yashaydiganligi, qandaq bir xo'jayin ketib, qandaq bir xo'jayinning kelganligi bilanmi parvoyi falak holda o'zlarining kichik dunyosiga sulinib olib yashaydiganligi bayon qilindi. Ya'ni Uyg'urlar uchun kim kelib so'rasa baribir. Xo'jayinni tanlash huquqi yo'qligini to'liq qabul qilgan ruhiy holatda bo'lib, kim bo'lmasin birisi kelib bizga xo'jayinlik qiladi. Ish qilib birisi bizni boshqaradi. Bizga tushidigini faqatla bo'ysunish deydigan shakllanish tamomlangandeklar bir hol borligi kerak. Undaq ekan Uyg'urning o'z ichidan birasining nopuz qazanib, yuksalib ketishi go'yo quyosh g'arbdan chiqqandek qabul qilg'ili olmaydigan bir ish bo'lib qoldi. Mana shundaq bo'lg'achqa Xitoylarning bu astribdan daydayga selishlari qo'shilib, bizni maydonga kelayotgan nopuzlarni sundirish, yo'q qilish, hatto odatdagi bir Uyg'ur saviyasidan tuyanga tushirilish resmanligi kollektiv psixikamiz bo'lib qolganligini ko'rish mumkin. Umuman bizning tashkillanish zaminimiz yemirib etilgan bo'lib, üstga qo'ydik. Tug'uning mazavida ishi yo'q degandek bir holga kelib qolganmiz. Bu hol bizga bugungacha qanchalik fojialarni keltirgan bo'lsa, bundan keyin hali ko'p tragediyalarni keltirishida gap yo'q. Ko'p qatimda o'tganimdek, barliq Uyg'urlarning huquqsizlikqa, gipi o'tmaydiganga ko'ndirilishi bu holatning asrlar bo'yicha davom qilish oqibatida bizning nopuz enamiz, nopuzlarni qabul qilish enamiz buzib ilgarchiga Emdilikte Uyg'urlar ichidan birer nopuz tug'ilib qolgan taqdirdami, bu barliq Uyg'urlarga bekil normalsiz bir hol bo'lib tuyuldi. Hamma Uyg'ur qo'lliq o'rni, huquqsizligi, gap o'tmasligi bo'yicha tanglashgan. Bir negativ tanglik, negativ barobarlik barliqqa kelgan zamonda mush Uyg'urlar ichidan alohidaroq birining barliqqa kelishi xuddi g'ayr normal tug'ilgan bolaning ta'sirini berdi. Onun eyibini izleş, onun üstünlükünü yok çıkarıp, yüzümüz bilen tam orungu düşürüş urinishimiz başlanıdı. Bu urinish ansızlığımızga sınıp ketken, heliki negatif beraberlikten menbelengen bulup, anlık hareket emas. İhtiyarsız bir harekettir. Otomatik halda selbi misal izleş, selbi süpetleşik urinish umumxo'r tus aladi. Nopuzlarni sundurishga bo'lgan bundaq g'ayrismanlik kesib aytishga bo'ladiki, boshqa hech qanday millatda yo'q. Hatto nopuzning yaqinlarimi u nopuz ulashdan ilgari uning bilan yaqin o'tganlar o'zini bilmaydigan sabablar bilan nopuz egisidan yiroqlashib ta'dirji dushmanga aylandi. Chunki uningda ilgari tanglikning buzilib, og'zining ustun bo'lib, o'zining tuyon bo'lib qolishi qarta jiddiy norozilik keltirdi. Bu mu ruhiy omillarga ifoda bo'lib, angliq harakat bo'lmag'achqa o'zimiz sezmayla nopuzlarning qarshisiga tikilib bo'lamiz. Nopuzlarni sundirishga bo'lgan bunda g'ayr normal ersmanlikning psixik arqa ko'rinishini az to'da tatalashtirdik. Endi bundaq odatning kelgusimiz uchun bo'ladigan ziyonlari qanday bo'ladi? Bu vaqtda biroz izlanaylik. Deb o'tganimizdek Muğluk iklimigicha haman qatqil bo'lmagandek, nopuz bo'lmay turib tashkillangani bo'lmaydi. Tashkillanmaslik bir millatning ozodlik ishlarining rivoj topmasligida bosh omil bo'lib qoladi. Tashkillik qarshilik bo'lmasa, istixiylik qarshiliklar, qonliq bostirishlar, natijasiz oxirlashishlardan keyin nihoyatda uzoq jimjitlikni elib keladi. Her qatimliq istixiylik qarshiliklarning oralig'ida eng az 15-20 yil o'tadiganligi ko'rilmoqda. Bundaq bir jimjitlik davri düşman uchun ko'payib olish, kuchayib olish, jiltiz tortish, yangi va texmi qattiq tadbirlarni elish fursati ta'min etadi. Bizning bu xil rasmanligimiz yoki negativ qo'ypaylimiz o'zgaramdi? Bu savolga javob berish haqiqatan azoblik. Chunki samimiyat bilan javob berishga to'g'ri kelsa, o'zgarmaydi deyishimga to'g'ri keladi. Bir hokimiyat tarafidan g'arazlik elib berilgan mingijuyish va qayta shakllantirish xuddi yana shu yo'sinda bir hokimiyatning yetakchiligida takrar yenidan shakllantirish orqali o'zgarishi mumkin.
Ama bizning hakimiyetimiz bo'lmag'achqa, mecburi tus olmagan, ixtiyoriy tashkillangan harakatlar orqali ko'p sonliq tarafidan e'tirof qilinmagan liderlarning tashabbusi orqali bunday o'zgarishni amaliylashtirish bo'lmaydi. Chunki biz majburlashqa ko'nib qolgan bir millatmiz. Har qanday ishni ixtiyoriy qilib unutmaymiz. Birinchidan intayin chechilang'i va hech kimni e'tirof qilmaydigan holatimiz. Ikkinchidan Xitoy istixbarotining astiritdan yo'llantirishlari, yomon chig'irg'i boshlashlari bizning odam bo'lishimizga yo'l qo'ymaydi. Aslida biz odam bo'ladigan bo'lsak, bizning odam bo'lishimiz uchun bugungidanmi uyg'un bir tarixiy sharoit bo'lishi notayin edi. Chunki millatimiz oxirgi nafsini olyapti. Yer sharining yo'qolish qismati bilan yuzlashib turibmiz. Mana shu holda turibmi? Yana tulxutun hisobi qilishdan umumiy milliy manfaat evining tar guruh yoki shaxsiy manmanligimizdan ustun o'ringa o'talmasligi. Endi texmi uyg'un yoki texmi foydali bir fursatimiz bo'lmayla ketadiganligimizga bishorat bo'lib turmoqda. Qarindoshlar, bu haqqimizdagi salbiy xulosalarni qabul qilishimiz har kimning ro'yiga bakma ig'ir keladi. Hatto nurg'unlarga qarshilik tug'dirishi mumkin. Lekin yenilik bilan qarshilik bildirishdan burun amaliyatinglarga, atrofinglarga qaranglar. Selishtiringlar. Buni tafakkuringlarda tecrübeden ötküzüp bakmanglar. Andım bunun to'g'riligini his qilasizlar. Bugun ashinchilik vaziyatib turay. Ko'pchilikning anlig'iga rahmat. Hammanglarga Allohning salomı bo'lsin. Hammanglarga niyat qilgan xayrli ishlaringlarda muvaffaqiyat tilayman.